aka, birinchi marta eshitdim. Oyiga 10-15 million pul topadigan qo'ziqorin biznesi akalar. Hozir biz Andijondamiz, 3,5 ga 7 joydan oyiga 10 million, 15 million bemalol daromad qilyapti. Bu biznesni boshlab qanaqa qilib sotaman degan savolga to'xtaladigan bo'lsak, akalarimiz telefon raqamini pastga qo'yib qo'yamiz, qo'ziqorinni o'zlari sotib olishar ekan. Endi buni qanaqa qilib yetkazamiz degan, mana qanaqa qilib shu darajaga yetkazamiz degan savolga to'xtaladigan bo'lsak, akalarimiz o'zlari noldan shu biznesni o'rgatib qo'yadi. Buncha ko'p pul ketmaydi. Ko'rib turganlaringizda oddiy podval yaxshi ketyapti. Oddiy podval 3 razmerini aytdim undan oldin. Oddiy podval. Bemalol uy sharoitida yetkazsalar bo'ladi. Ketdi. Bemalol uy sharoitida yetkazsalar bo'ladi. Akalarimiz sir asrorlarini hamma yo'g'ini o'rgatadi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, mana ko'p olaymi? Boshingiz maqol. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'yishni unutmanglar. Shunaqangi foydali bizneslar o'tkazib olmaslik uchun obuna bo'lib qo'yishni ham unutmanglar.